Best korobkasida asosan ikki chizig'li bo'ladi. Best bo'lish bo'ladi. Xo'p, mana bu Best'ni blok sisternasi. Bunda birinchi skors, ikkinchi skors. O'rtali mufta. Asosan ikkinchi skors ko'p ketib qoladi. Shunga Spark'ga sinxronni qo'ysanglar bo'ladi degan gap chiqdi. Bizdan ham klientlar shuni so'rashdi. Spark sinxronni qo'ysa bo'lar ekan, qo'yib beringlar deyishdi. Hozir biz ko'rsatib beramiz, to'g'ri tushmasligiga. Xo'p, bu Best'ni ikkinchi skors sisternasi. 2015 dan keyin tepalik bo'lgan Best'ni korobkasida ikkinchi skors sisternasini farqi mana bu yerda sisternani ishi almashadiganlik bo'ladi. Mana bu sinxron. Hozir mana shu sinxron mana shu ishlamayapti. Bu buniki. Xo'p. Mana bu Spark'ga 1lik, 1.5 deyarli bir xil bo'ladi. Bu mana 1likniki. Mana ikkinchisi 1.5 niki. Ikkita qog'oz nakladkalik bo'ladi. Mana Spark'ni qo'ysa bo'ladi deyishgan odamlarga mana mutlaqo iloji yo'q. Ichida sho'lpillab qoladi. Hop, bu ham xuddi shu. Ichida o'ynab qoladi. O'shancha faqat bunaqa variantda o'ziniki qo'yiladi, bu o'ziniki. Shuni yangisini qo'yilsa, qirsillashi vaqtincha emas, to'xtaydi. O'zi asli muammo sisternada bo'lib chiqqan. 2015-yilgacha bo'lgan Matiz Best'da mana sisternani mana shu ustki ichishi almashadi.